Amon School Business fakulteti farzandingiz kelajagi uchun eng to'g'ri qarorlardan birisi bo'ladi. Bizning fakultetimiz ikki asosiy yo'nalishda faoliyat yuritishi to'g'ri. Birinchisi, o'quvchilarni chet el universitetlariga tayyorlov qiladi. Ya'ni buning uchun kerakli bo'ladigan ingliz tili, matematika, SAT ekzamenlaridan o'tish uchun kerakli bilimlarni beradi. Ikkinchisi, O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga biznes iqtisodiyot yo'nalishlariga kirishlari uchun kerakli barcha ma'lumotlarni berib, ularni tayyorlaydi. Lekin bu ikkisi faqat oddiy natija deb qarang. Aziz ota-onalar, eng muhim jihat bu farzandingizni real hayotga tayyorlaydigan amaliy loyihaga asoslangan ta'lim tizimidir. Xo'sh, loyihaga asoslangan ta'lim tizimi qanday ishlaydi? Farzandingiz kelajakda kim bo'lishni xohlashidan qat'iy nazar, nimaga erishishni xohlashidan qat'iy nazar, bu ingliz tili o'rganish bo'ladi. Ozish yoki semirish bo'lishi ham mumkin hatto. O'z biznesini ochish bo'ladimi? Yangi gitara chalishni o'rganish bo'lishi mumkin. Bu maqsadlarning barchasi bir xil ko'nikmalar talab qiladi. Ya'ni bir xil qilinishi kerak bo'lgan ketma-ket bosqichlarni o'tishini talab qiladi. Bular qanday bosqichlar? Demak, birinchisi o'lchash mumkin bo'ladigan va erishish mumkin bo'ladigan maqsadni tanlab olish. Keyin qaror qabul qilishimizda ta'sir qiladigan faktorlarni aniqlash va ularni aniq kategoriyalarga bo'lib chiqish. Keyin rivojlanish yo'l xaritasini tuzish. Ya'ni qaysi bosqichda qanday ishlar qilinadi. Keyin shu rivojlanish bosqichida shunday detallarga kirish kerakki, u har kuni soat nechida nima qilish kerak ekanligini ham tanlab olishi kerak. Keyin o'sha narsaga amal qilish uchun mas'uliyat hissini shakllantirishi va o'z-o'zini nazorat qilishni bilishi kerak. O'quvchilarimiz har chorakda bitta loyiha tanlab, guruhlarga bo'lingan holatda o'sha loyihalarni amalga oshirishadi. Bu real hayotdagi real bizneslarga asoslangan loyihalar bo'ladi. Kerak unchalik murakkab qaramaymiz, bu oddiy narsa sifatida qaraylik. Masalan, hot-dog sotish biznesini shakllantirish. Buning uchun o'quvchilar nimalarni o'rganish kerak? Eng birinchi, albatta, bozorni tahlil qilish kerak. Ya'ni ushbu mahsulotga qayerda talab bor. Bunda guruhlar o'z vazifalarini bo'lib olishni va guruh ichida qaysidir lider bo'lib, o'sha vazifalarni bajarilishiga qarab turish ham o'rganiladi. Keyin bozorni tahlil qilganlardan so'ng yetkazib berish mahsulotlarini qayerdan oladilar? Ular real shaxslarga telefon qilib mahsulotni aniqlashadi, savdolashishni o'rganishadi. To'g'ri, bu loyiha amalga oshmasligi mumkin, lekin ketma-ketlikni baribir o'rganib olishadi. Raqobatchilarni tahlil qiladi. Balki o'zlari kelishgan holatda har biri bitta raqobatchining hot-dog sotadigan joyga borib, yeb o'sha yerdagi kamchiliklarni va ustunlik taraflarini o'rganishlari mumkin bo'ladi. Samarali reklama strategiyasi nima? Aynan ularning bozor uchun nima bo'ladi? Bu billboard osishmi yoki ijtimoiy tarmoqlarda reklama berish bo'lishi? Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda reklama bermoqchi bo'lsa, nimalar kerak bo'ladi ularda? Mobilograf kim, targetolog kim va u qanday ishlaydi, shularni o'rganadi. Ular bilan savdolashadi. Yoki Xorazmda, Urganchda billboardlarni faqat ko'chada ko'rish emas, balki uni telefon raqamini aniqlab turib, ularga telefon qiladi. Eng muhimi, ular qaror qiladi va o'sha qarordan qaytmaydi. Ko'pchilik o'quvchilar biznes boshlash yoki oddiy reklama qilish mavhum narsadek qaraladi. Ular uchun erishib bo'lmaydigan va qilib bo'lmaydigan narsa bo'lmaydi. Hisob-kitob qilish, pulni jamg'arish, yuritish, jamoa bo'lib ishlash va o'z loyihalarini qo'rqmasdan jamoada yoki o'qituvchisiga taqdimot qilishni o'rganishadi. Bu jarayonlarni bosib o'tish orqali o'quvchilar nimani o'rganishadi? Birinchisi, qanday qilib fikrni g'oyaga aylantirish va o'sha g'oyaga erishish uchun reja tuzish. Rejani kimlarga topshirish, rejani qanday qilib kichkina bo'laklarga bo'lib, erishsa bo'ladigan kichik tasklarga yoki topshiriqlarga aylantirish mumkin ekanligi. Qiyinchiliklardan qo'rqmaslik, ya'ni har qanday yirik loyiha bo'laklarga bo'lingan holatda kichik erishsa bo'ladigan oson topshiriqlarga aylanishini tushunib yetish va shuni qilishni boshlash. O'z maqsadi yo'lida mas'uliyatli bo'lish va xatolardan qo'rqmaslik va qiyinchiliklarga qarshi turib bilish xarakterini shakllantirish. Bu ko'nikmalar nafaqat o'quvchini universitetga kirishiga, balki uning butun hayoti davomida foydali bo'lib keladi. Biznes fakultet nafaqat bilim beradi. Bu mentalitet, fikrlash va harakat qilishga undovchi kuch deb aytsak bo'ladi. Amon School Business fakulteti sizni kutib qolmoqda. Amon School biznes va liderlar maktabi.